Bo'lgan bo'lsa Nima kerak. tushirasan? Bilmadim. Tushunmadim. Sen yetimcha jonga tegding-ku. Har safar shunaqa qilasan. Oyligingni olib qolaman, tushundingmi? Bugun pul yo'q senga, vashcha yo'q, tushundingmi? Tekinga ishlaysan. Bo'lyapti. Nima baqir chaqir? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Ha, Nima qilyapti maktab o'quvchisi debdi. anaqa jiyanim hali bola yetishmaganda olib keldim-da, jiyanim, o'zim Ha, jiyanim. jiyani. Anaqa xolami eng kichkina nevarasida. Men qara, bu yerda bir gap bor-da. Men qara, bola, maki. Nech pul beradi bular senga? 50. Qancha? 50. 50 ming? Men senlarga 300 mingdan beraman har bir ishga kuniga. Yosh bola-yu. Qanaqa yosh bola? Yosh bola. Eshitmayapsanmi? 50 ming deyapti. Qorong'u. Men aqsamda aqsam qilguncha sochlarim yosh tushib ketdi. Ishdan bo'shadim, yo'qol. Sendaqa qorong'ularga o'rin yo'q bu yerda, yo'qol. Yosh bola. Yo'qol dedim. Ko'zim ko'rinmaqat. Bolam, sen nima majbur qilyapti bunaqa ishlashga yosh turib? Dadam tirik bo'lganda boshqa bolalarga o'xshab o'ynasdim uyda. Ha bolam, yosh turib boshingga shuncha tashvishlar tushdimi? Bugundan boshlab sen meni o'g'limsan bolam. Ko'z yoshing yolg'izlik artdi, seni yetim deb kim aytdi? Ko'ngli yarim qara ko'zim